to'g'risiga to'g'ri salgina mo'yinlik uchun o'zimiz ancha baquvvat ishlangan. Ko'raverasizlar. Va yana kiroli ham ancha baquvvat ishlangan. Ularning eng originali va eng sifatlisi kerak bo'lsa, shuni yaxshi deysiz. Qalin bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu original VMM motoblogining pichog'i hisoblanadi. Bemalol. Assalomu alaykum aziz va qadrli YouTube ishqibozlari va qadrli obunachilar. Mana bugun xudo olsun inshaalloh sizlarga original VMM motoblogini sirlari va sifatlari va ishlab chiqarishi va garantiyalari va necha yilga yetadi, qancha muddatgacha ishlata olasiz va yana pichoqlarning qalinligi va yana bloklarning qalinligi va yana nima narsalarga ishlatiladi, hamma narsalar haqida tushuntirib o'tamiz. Hali ham videoga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, videoga a'zo bo'lib qo'ying, like, podpiskalarni bosib qo'ying. Bizlarda eng yangi videolar Arklov bozorida chiqadi. Bo'lmasa xalqimiz boshladik. Bu original VMM motoblogi Yaponiya standarti asosida ishlangan VMM motoblog hisoblanadi. Bu VMM motoblogi 1 yildan garantiyalari bor motoblog hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Boshqa motobloglarga nisbatan ancha baquvvat ishlangan. Ko'raverasizlar. Va yana kiroli ham ancha baquvvat ishlangan. Va yana bitta plyusli jihati halqin ko'raverasizlar. Blok qismlarini ancha qalin va sifatli ishlangan. Ko'raverganingizdek. Kimga VMM motobloglarining eng originali va eng sifatlisi kerak bo'lsa, shu nomerlarimizga telefon qilib kelaverasizlar. Sizlarga mutaxassislarimizdan sizlarga eng zo'rini, xohlagan o'tkishini, xohlagan razmerdagida qilib, ishlatib, tekshirib, xohlasangiz komplekt asosida pluglar qo'shib oling, xohlasangiz ocharlar qo'shib oling, chiroyli narxda qilib beramiz. Bu motoblogimiz tarishayotgan VMM motoblogimiz 7 o'tkishlik benzinli hisoblanadi. Ikkita skoroz oldinda yuradi, bitta skoroz qo'lda turadi, zadniy xod bo'ladi. Bu VMM motoblogi juda baquvvat ishlanganligi uchun VMM motoblogiga ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Bilmaganlar uchun bu VMM motoblogi asli vatani Yaponiya bo'ladi, Xitoyda ishlab chiqariladi. Bu VMM motoblogimizning ancha yil 15-20 yildan beri O'zbekistonga kirib keladi. Chunki narx-navo jihatdan ancha to'g'risi qimmatligi uchun, shuning uchun ko'p oluvchi akalarimiz, ukalarimiz ko'p xarid qilishmaydi. Nima uchun? Chunki endi o'zbekchilik hammamizda bor. Pul cho'ntak jihatdan, narx jihatdan salgina kamlik qilishi mumkin. Shuning evaziga VMM motoblogini sizlarga tavsiya qilib qolamiz. VMM motoblogi mabodo cho'ntagida sal plyus kam bo'lsa, 7 taligini oling. Shu ham kamida shu oddiy motoblogdan 15-18 da ham ishini qilib bera oladi. 70 ga, 50 ga, 90 ga bemalol tushadi. Frezerlari bo'linadi 70 ga, 50 ga, 90 ga. Tasavvur qiling, 3 ta O'zbekistonga o'zi 70, 50, 90 ekiladi. Hech joyga yoki 150, 180 ekilmaydi. 70, 50, 90 shahar joyini ekiladi. Bemalol sizga ish beradigan mahsulot hisoblanadi. Va yana bitta plyusli jihati bor. Shunisiga e'tibor bering. Buning balonlari orqa tarafini ham qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Teshiklari bor. Orqa tarafini shuni aylantirib, bu taraf qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi ikkitasini. Mayligina bo'lib qoladi. 70 ga tushaveradi. Bu VMM motoblogimizni like, podpiskani bosib kelgan insonlarga 6,5 million so'mdan deyapmiz. Faqat bu narsani hammaga aytmaysiz. Sizga imini siz uchun kelsangiz bonusi bilan qilib beramiz. Halqam, endi VMM motoblogimiz 7 o'tkishligini tanishib o'tdik. Endi bizga xalq tilida aytganda 7 ga 9 modeli degani ham bor. VMM motoblogi 7 ga 9 qanday bo'lishi mumkin? 7 ga 9 modeli kattasini mana ko'rib turganingizdek katta 9 ni karabkasi qo'yilgan bo'ladi. Motori mana 7 motorimiz qo'yilgan bo'ladi. Bunda ko'pchilik izlagan 7 o'tkishligini пониженный повышение degan narsalar qo'yilgan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Пониженный повышение qo'yilgan. Siz tem bo'lib bizlardan kelib xarid qilsangiz VMM motoblogini
like podpiskalarni bosib keldim uka. Mana desangiz sizga qo'shimchasiga kulish navor padarga qiladi. Meni siz uchun hammaga aytib qo'ymaysiz uni. Buni narxlariga keladigan bo'lsa, xalqim, narxlari 8,5 aytamiz. Like podpiskani bosib kelsangiz sizga kulish navor qo'shimchasiga bonuslar qo'shib beriladi. Chunki bu Vema motovlogga o'zi bonus berish hojati yo'q edi. Просто tak bizning xalqimiz to'g'risi podarkaga bonusga to'g'ri salgina mo'yinlik uchun o'zimiz sizlar uchun bir ilindik. Bu narsa bonus sifatida. Boshqa joylarda bu bonus o'zini qimmat narxlarda sotyapti. Men bemalol ko'rishingiz mumkin. Operator bak kelinglar. Qara akalar, bu 7 ga 9 modelni blok qismlarini qalinligini bir maza qiling. Ko'rib turganingizdek ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Ham o'qlari juda qalin o'qlardan qo'yilgan bo'ladi. Bu kamida sizda 5-10 yilgacha siz bemalol motoblok olmay ishlatsangiz bo'laveradi. Dishlarning tormoz qismlarining balandligini qarang. Kamida 55 sm-lik qalin disklardan qo'yilgan. Buni o'zi orqa narsasiga, orqa qismiga panejni pavishenasini orqa qismi bo'ladi. Bularda salgina ziyod bo'lgancha vomi 29 xil narsa tushadi. Bu narsani o'zini hamma narsasi bor, jatkalari, rotorlari hamma narsasi tushib ketaveradi. Like podpiskani bosib keladigan insonlarga 8,5 dedik, kelishtirib beramiz. Hech tushunmas to'g'risi kommentariyalarda haqiqiy narsani yozmasin, chunki Vema motoblogini ishlatmagan odam buni gapirib o'tirish kerak emas. Ishlatgan odamdan bir so'rab ko'rasiz. Vema motoblog ishlatgan odamlar shu narsani bir kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ishlatmagan odamlar o'sha narsani bir bilsin. Chunki ishlatgan odamga bu Vema motoblog qandaqaligini bilishi, sifat jihatdan ancha ustun, ancha sifatliligini bilsin-da. Xalqim, Vema motoblogimizga 960lik yetib keldik. Motor 9, karabka 9. Qo'llar ushlab turgansiz ancha baquvvat qo'llar bilan jihozlangan bo'ladi. Karabka qismlari ham juda katta karabkalardan qo'yilgan. Juda baquvvat 9 kuchligimiz bo'ladi. Blok qism bo'yini birinchi marta ko'rsatdik. 7 ga 9 modelimiz blok qismlari xuddi shunday blok qismlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 1 yildan garantiyalari bor, lekin motoblokni olsangiz 5 yilgacha ochmay ishlatasiz. Men sizga javob beraman. Moy benzinni qaraysiz, 5 yil ochmay ishlatasiz. Shunisiga e'tibor bersangiz. Chunki 5 yilgacha buni puli sizdan 7 marta chiqib ketadi. Shunisiga e'tiborga olasiz. Bu 9 kuchligimiz panejli pavishenalari bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ham skort, ham panejli pavishena bor. Bu skorlik. Buni 9 million 550 ming so'mdan qilib beramiz. Like podpiskalarni bosib kelasizlar. Xo'rosa yana ham o'tib beramiz. Bonusingiz ham bor. Endi bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu Vema motoblogini dizelli varianti 9 kuchligi 178 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Salershini bo'ladi bu. Salershini deganimiz salerkaga yoqilg'i turi salerkali bo'ladi. Bular vazdushnoy deyiladi. Buni vadimnoy emas, vazdushnoy havo bilan sovutiladi. Soat turi nimasi tak ishlash soatiga 300 grammdan 600 grammgacha rasxod qiladi. 300 gramm malagazda turganda 600 gramm ishlaganda rasxod qiladi. E'tiborga oladigan joylaringiz. Statorda yonadi, ham stator ham tortmada yonadi. Juda baquvvat karabkalardan qo'yilgan. Panejli pavishenasi bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Panejli pavishenasi bor. Juda sifatli motoblok hisoblanadi. Like podpiskalarni bosib keladigan insonlarga 1 million 800 ming so'mdan qilib beriladi. Bu Salershini 9 kuchligini. Mana shuni endi ko'rganlaringizni 10 kuchlisi ham bor. E'tibor berasiz, 12 kuchlisi ham bor. 12 kuchliga faqatgina panejli pavishena bo'lmaydi. 10 bilan 12 ni bir xilda narx bo'lgani uchun panejli pavishena xohlasangiz 12, xohlasangiz 12, 10, xohlagan xilidan bor. 12 million 600 ming so'mga beramiz. 13 kuchli benzinivisi yetib keldik. 13 kuchli benzinivisi ko'rganlaringizda 5 satr bo'ladi. 5 litr baklar bilan jihozlangan, 188 motorlar bilan
1 yildan garantiyalari bor, yaxshi motoblok hisoblanadi. Bu Vema motoblogi 11 million 10 million 200 ming so'm qilib beramiz. 10 million 200 ming so'm qilib beramiz. Bular hammasi aksiya narxida 10 million 200 ming so'mdan. Ochar, blok narsa olaman desangiz, bemalol xohlagan xilidan bor, ko'rib xarid qilaverasizlar. Endi sizlarga Vema motoblogimizning yana bir xil sirini tushuntirib o'tamiz. Bozorlarda oddiy motobloglar to'g'risi olayotgan vaqtlaringiz e'tibor bermaysizlar. Oddiy motoblogimizning pichog'i hisoblanadi. Mana shu pichoq. Imminni bitta narsasiga e'tibor berasiz. Oddiy motoblogga ham pechat bor. Pechatlik pichoq yaxshi deysiz. Xalqim shusiga e'tibor berasiz. Pechatlik pichoq yaxshi deysiz. Qalin bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu original Vema motoblogining pichog'i hisoblanadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bunda ham pechat bor. Lekin buniki ancha qalin ishlangan. Endi mana oddiy motoblogning pichog'ini qalinligi bilan solishtiring. Xalqim, ikkita turibdi, mana bu yerda bitta turibdi. Endi hisoblang. Qaysi biri baquvvat siz uchun? Bu mana bittaga bitta uring, bo'lmasa mana bittaga bitta urib ko'ring. Xohlasangiz ham kelib bemalol kelib qo'lingiz bilan ushlab ko'rsangiz, mana shu pichoqni o'zi ham sizga kami 4-5 yilga yetadi. Bir dona pichog'i Vemaniki 35 ming so'm turadi. Vema pichog'i bir dona pichoq 35 ming so'm turadi. Oddiy pichoqlar mana bir donasi 15 ming so'm turadi. Xoh pechatlik, xoh pechatsiz, hamma xilidan bor. Like, podpiskani bosib kelishni unutmang, xalqim. Vema motobloglari nomerli motoblog hisoblanadi. Mabodo yo Vemadan pulim yetmayapti, salarkanligidan menga sal kichikroqdan bo'ladi desangiz, kichikroqdan bor. Fora Vemamizniki bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma joylarda 5 million, 8-6 million sotilyapti. 5,5 millionni olib ketaverasiz. Nechta bo'lsa bor. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang, xalqim. Xudo o'zi aksiyalarimiz cheksiz bizlar uchun. Hozircha cheksiz, nechta bo'lsa bor. Xudo tamom bo'lsa aytamiz o'zimiz, tugadi deymiz. Lekin hozirgacha Xudoga shukr bor. Vema motobloglar sizlarga xohlagan turdagi motobloglarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib, shu akalarimizga ko'rib, xarid qilib kelib olib ketishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Xalqim, xudo o'zi xohlasangiz, pachka shaklida bor. Xohlasangiz karobka shaklida bor. Xalat urudagi yetib kelgan. Men 10 taliklari 16 kuchli mana. Qarib yashil ichida turibdi. Kelib loyihalardan kelgan. Podpiskani bosib kelaverasizlar, xalqim. Faqat bitta like, bitta podpiska o'zbekka yarashadi. Bosamiz.